Salam dostlar, yaxshimsizlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misra Nimetlik Cheklik Şirketi tajdarligidagi Aylan programmasi. Men program riyosatchisi Laraba Ablis. Programmamizni Şinjan Laraba Madaniyat Taqtish Cheklik Şirketi Chömünü Ballar Yurishlik Mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Önüm Madaniyat Taqtish Cheklik Şirketi birlashib ishlagan. Programmamizni yana Şinjan Al-Xumar Mablag' Selish Cheklik Şirketi va Şinjan Abida Biopantexnik Cheklik Şirketi alayida qo'llagan. Sevimli dostlar, bugün her bir ailenin ümit çıraqları boğan sevimli ballarımızın Balla Bayrami. Aldı bilen, barlıq ballarımızın bayramını kızgın təbriklaymiz, bayramlarga mübarek olsun. Her sam programımızda psixikalik yetaklash ep berish uchun alayda taklif bilan qatnashgan mübarek muallimga alayda rahmatimizni bildiramiz, ham qarshi olamiz muallim. Rahmat. Undaqda bugungi programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolarimiz zodi kimdi? Ularning barcha bolallarimizga ep kelgan bayramlik sovg'atlari zodi nimdi? Birlikda ko'rib baqaylik. Şinjan Bektur Suud Cheklik Şirketining qurg'uvchilari, Bektur oilasining aktiv emriga tarqatuvchilari, alqis siyosatchi İshaq Sulayman Malik Bektur, xonimi Bektur xonim va ularning umoq farzandlari. Sevimli dostlar, bugungi programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolarimizni mu sahtimizga chaqirib oldik. Hamma hammamiz birlikda bu do'stlarimizning qizg'in salomlariga quloq solaylik. Xush kelibsizlar. Xush bulduk, rahmat. Salam, ekran oldidagi kichik do'stlar, yaxshimsizlar? Oldi bilan Bektur oilasining qurg'uvchisi İshaq Sulayman Malik Bekturdan hammanglarga qizg'in salomimni yo'llayman. Balla bayraminglar muborak bo'lsin. Rahmat. Chiroyli xoningiz bilan tanishaylik. Rahmat, ko'pchilik hammalarga salom. Men Bektur oilasining Shahzoda Bakri Bektur xonim bo'laman. Shu barliq do'stlarniki Balla bayramini qizg'in tabriklayman. Xush kelibsizlar. Endi bu umoqlarning o'zgacha bir salom bor deyman-da. Qanasi 1 2 3大家好，我们是白色套家族，我是老大一只八，我是老二一匹马，我是老三一颗粑。祝你们节日快乐！ Rahmat. Sizlarning bayraminglar muborak bo'lsin. Shundoq yong'on, ya'ni shundoq xushal-xuram, sevimli bir oila a'zolari, bupmi kiyinishdan tortib, bugun hammasi birdaksin saqlab, shundoq yo'lga kayfiyatda astoydil muomala qilib. Astoydil muomala qilishdan mening bilishimcha, Malik Bektur apandim o'zim bek astoydilcha, hech qanday inchik muomala qilish shunaqa shazadam. Odat turmushdimi bular? Kiyim kechakdan tortib yurish-turishgacha bir chup kiyimlarni kiyib yurishni bek yaxshi ko'rdi doim. Shunaqmi? To'g'ri. Bugun lekin men bular o'xshamaydiganroq kiyib turdim-chi, bir qatim bo'lsin. Bir qatim shu arnib qotdayim o'xshash kiydim. Bizniki shu zilsa yana so'zini rangli kiyimimiz bor, oilaviy kiyimlarimiz mening mubadamdi, lekin 6-chi balla bayrami hisoblamda ballaga xosroq bir xarakterda qiyofati chiqay deb şu kastom burilkamni qo'yib turib, hozircha shu bolalarga xosroq rahat holatda kichik do'stlar bilan bir salomlashay deb chiqdik. Albatta bizniki shu oilamizniki o'zining xarakteri nima degan vaqtida dal biz o'zimizning faqat tashqi qiyofatimiz o'xshashli bo'lib qolmasdan, ishki jihatimi shu bolalarimiz bo'lsin, biz bo'laylik bir oila kishilari asosan o'zimizning eng go'zal taraflarimiz bilan boshqalarga aktiv energiya tarqatish, mundaq aytgan vaqtida boshqalarga ta'sir qilish. Bu bizniki Bektur oilasining eng yaxshi bir tutgan yo'li deb o'ylayman. Shundoq bular endi mening bildig'im endi chunki İshaq Sulayman bilan, ya'ni Malik Bektur apandim bilan biz tunishqilimi 15-20 yil bo'lib ketdi-da. Maktabda o'qiyotgan vaqtimizdan boshlab bir kasbdosh tunishatdik. Keyin endi bir-birimizning oila qurgan, balliq bo'lgan jarayonlarimizga guvoh bo'ldik. Izchil chambarigimizda bir-birimizni diqqat qilib turamiz. Nayti oilasini suydigan, har qanday vaqtda xonimmi shunda yaxshi moslashib berdigan, bolalarni tarbiyalash, yetaklashdan tortib, har qanday faoliyatda bular beshi billilichu. Biroq etim bir tushib qolmaydi, birasini bir qitimmi cho'ng'iydi qo'yib qo'yaylik yoki bir yerda bek qalayib qolib ketirganmiz, birsi birdan turib tursin demaydi, bular beshi chuqur billilar. Ondan keyin kiyim kechaklardan tortib, o'xshash kiyib chiqdi, oyoqlardan tortib, nadan og'amdi degandaychi. Mush narsani kim tanlaydi shazadam?
Asasen şu Bektir efendim tanlaydı. Biz karşı hürmet kılımız. Hem beşimiz beş kanı tanlagandan biz bir adamın ki fikri bekerek hürmet kılsak. En doğru tanlaş buldu dep oylayman. Onun üstü Bektir efendim. Bizga qaraganda yaxshi tanlaydi. Ha. Yangoğan şimdi sizlarda yaxshi narsani tanlay oladi. To'g'ri tanlaydiganiga ishonamiz. Shahzodami to'g'ri tanlay olgandek kiyim-kechakni tanlaydi. Shundaymi emasmi? Dadanglar sizlarga tanlab bergan kiyimlarni yaxshi ko'ramsizlar? Bek yaxshi ko'raman. Har bir insonlar asosan dadanglar tanlab turdi deyman-da. Ha. Ondan keyin sizlar doim birga faoliyatlarga borsizlar, shundaqku? Undaq bo'lsa, dadanglar, opanglar bilan nalarga sayohatlarga chiqib baqdinglar? Mayli faoliyat bo'lsin, mayli oilaviy sayohat bo'lsin, nalarga deb baqdinglar? Eng yaqinini, eng jiroqni. Yaqini Turpan, endi Qashqarga bordik. Eng jiroqda sayohat bordik. Ondan keyin mushu sayohatlarning ichida sizlar uchun eng ko'ngilli bo'lgan qachon? Sayohat. Eng ko'ngilli ham, eng qiziqarli bo'lgan ishlar bormi? Biz Jichanda Beti saxladık, bir saat varken. Dadam uxlab qoldi. Andan biz içimiz kayga kirgan bir panddan ichiga. O degan hech narsa ovozini anglayolmaydigan bo'lganligi. Biz backpage naqshidan birini topgandik. Ana opamizni akrimiz deb, "Opam niklar" deb kirgizatgandan keyin aşağıda aeroplan ketdi. Bizning ustimizda sizga iliq qo'ygan bo'lgan shunday chaqirib ketdi. Ana biz anglamoqdik. Ana opam chiqqandan keyin aeroplan ketib bo'ldi. O oynab qaytgan vaqtlarni terimchiga. Andan yana aeroplanning beltini almashtirdik. Asli uni ertaga almashtiraylik degandik. Men ashta o'ylagandim, yana bir kun o'ynab olamiz deb. Almashtiramiz. Aslida bir soatdan keyin aeroplan borgan, aslida ketdi. Dadangizmi uxlab anglamabdi uni. Uxlabdi. Ular chunki bir hafta bek ko'ngilli o'yindi-ku jarayonda. Ben bu hikayeni burunma anlagan. Bek peyz oynagandan keyin men havas qilsaqqa gap qilmanda. Bek peyz o'yindinglar, ballarni bek ko'ngilli o'yindi. Ajab yaxshi mehmonxonalarga o'rlashibsizlar, bek faoliyatlarni yaxshi o'rlashtiribsizlar deb. Na qaytib kelgan kuni adsilga qilib kelman. Bek yaxshi o'yindi, qaytib kelguncha uxlab qoldik lekin deb bu hikayeni bir deb bergan. Hozir bu balamga eng ta'sir qilgan hikoya shu bo'ldi. Haqiqatan endi mushunday ishlarning o'zi bir umr unutilmaydigan bir hikoyada. Biz kichik vaqtimiz mushundaq bir qiziqarli ish bo'lgandi. Deydigan. Shundan keyin sal diqqat qilgan bo'ldinglarmi? Qanday bo'ldi? Ras siz degandek ko'ngilli o'yindiqchi. Bo'lib bolalarım bir oylik kishi borgandan keyin undan so'ng biz butun hammasini unutdik desak bo'ldi o kunchi. Shu bolalarim suvga tushishgunchilik endi amroq bo'lib ketdiki, shu bir kun suvdan chiqmaydi-da bular. Demak u 7 kun monat tez to'shdi, anken qaytashimizda razgaqsama bek charchadim. Shuning bilan kelgandan keyin biz biletlarni elib eng oxirgi shu ko'znaki kap bo'lib hamda ashada men bular dedimda, bolalarim bek charchab ketdim. Men azroq ko'zimni yum bo'lay. Sizlar o sharolatda turinglar desam bo'ldi deb. Bular ham da u kichik bolalar u yerda saqlab bo'lamaydi-ku. U yerda u Ayduromning yaxshi bir naqshidilgan uy bor ekan. Bular andan keyin shu yerga kirib quloq taqab orjin taqab naqshi degan bo'lishini anglabdi. Men oyoqda bo'lishi qo'rakda uxlabdimi? Bu opsi shundaq bularga deb ko'z quloq bo'layotgan shu vaqtda baydan qizim degandek bir go'zal naqshini anglab qopdi. Op chaqqan kiring debdi. Shuni bular u go'zal naqshini bil anglabdi. Dal shu vaqtda bizni 5 qatim chaqiribdi-da. Biz hiç Onun bular bir adamın ismi emas. 5 adamın ismi. Onun ismi uzun. Birisinin ismi 8 qatda. Ondan keyin buni biz anlamaptık-da, chiqib bo'lgandan keyin şunun bir vaqtda uyg'on degandek cho'chibli uyg'ondim. Uyg'onib qarsam bir odam yo'q yanimizda. Apla aeroplan qana desam, ha? Demak, endi shu mushiyadagi hamra bo'lish, gerçi uxlab qolgan bilan, lekin shahzodam bolalar bilan hamra bo'lish, ko'ngillik bir jarayonni o'tkazish ma'nosini unutildirgan gapda, vaqtning qanday o'tib ketganini bilmay qolgan gap. Yana bir narsaga bak qiziqdim, shuning bilan aeroplan uchib ketibdi. Ketdi. Oxirgi so'zdan demoqchiman alana. Qanday xulos qilganda kimning mas'uliyati bo'lib jidal-pidal toptani bo'ldimi derchi men. Biz shu menda qildik. U jidalni biz bir-birimizdan ko'may, shu aeroplan stansiyasiga ortdiqda. Sizlar bizning nima ismimizni chaqamaysizlar deb degan biz o'ktamlik bilan bordik qo'shaga. Har qanday vaqt degan kechiksa va yoki biz uxlab qolsak va yoki nima bo'lsa chuqum sizlar mas'uliyat tuyg'usi bilan bizni uyg'otishinglar kerak. Yoki bo'lmasa anlatishinglar kerak desak, ular degan apandim, xapimang. Biz sizning ismingizdan 5 qatim chaqirdik deydi-da. Biz bir qatim anglamabdik, o'ylab tutinglar, bu 5 qatim deysizlar. Bu bolalarim sizlar angladinglarmi desam, bular yo'q deydi. Siz-chi desam, men anglamadim deydi. Men endi uxlab bo'lgan degan men anglamadim-da, mana buni. Shuning bilan eng oxiri oshadi datalash qilayotgan vaqtimizda turngtala bir uchur keldi menga. Uchurga qarashim ulgadim-chi. Mundaqli qarsam, osh bizning kaynimizdan tortib avatibdi.
ismimiz chiqyapti da yoqda palonchi pustonchi degani debdi chambarakda qaynabdi men dal u yerda bizning xizmatdoshning ayoli ular bizning keynimizdagi xonband ekanda ular kelayotgan vaqtida bizni 5 qatim chaqirib kelib mundalni anglab mening ismimdan tunib ham 5 samiz uyg'ur bo'lgan keyin bildi-da ular oxirida mening ismimga kelgan vaqtda issoq degan ekan olimjon mening kasbdishimga kelib issoq apandim bir oylik ishlari hozir mayoq sayyoda sazoyiyotdi shuni opla deb xatolik biznikida xapmanglar bo'ldi biz anglamabdiqli deb qo'ydik shuninglar hamda qanday qilamiz hech qanday o'rni kelmaydi-da bek yaxshi yeri siz chiqib tapdan qilmabsiz men kirib ketganki sen nimish uxlading deb bu apandimiz men uxlolay deganki siz nimish teshib dumdingiz deb ikkinglar bir-biringizga ajab tapdan qilmabsizlar u yerda unda qilsam baribir o'rniga kelmaydi lekin bir ish sababli bular o'zidagi mas'uliyatning yoki majburiyatning nima ishkanligini his qildi shu xatoligini tundi bir necha qatim bo'ynoq og'iz kamdi xonimning shuni hey siz buni bunda demang baribir xatolik bizim o'tib bo'ldi u yerda uxlab qolguncha men sizlar naqshanglik uchun to'tinglar 5 qatim anglatibdi biz anglamabdik baribir savallik bizniki bo'ldi endi buni degan diqqat qilsak bo'ldi dedik bir endi og'zimizni ichib so'zlab bo'lguncha sabab ko'rsatganlik bo'lib qolmasin deb mushkamgacha men bu to'g'riliq bek talash tortishim bo'lib ketmagan bu yilqi biz moyoqda masalan urumchida direkt uçmakçı olsak 3 saat, 2 saat burun çıkmamız var durumga. Hem de u yerda isingizda borki, deganda saat 4'te mi 6'da mı çıkıp bardık lan, yarım saatdan içinde uçurgan aeroplan kende o. Bizning hücrelerimizce aerodromga bargan 2 saat saqlaydigan bir ish var, sınıp ketken ekan. Makallı uçup qolganda hücre uxlab qolgan bo'lishi mumkin-da. Emniyatda aşa diqqat qiliqliq anadaki bu ballar ayrım xonlarda yilqi naqshi etadigan bular degan shunchalik hayajon voy oppa tatib bular qilgan ekan men voy yo'q deb qat'iyyat qo'yishga ko'nglim bor edi-da bir onu bo'lgan ekan ondan men bularning keyindan kirdim voy bo'ldi men chiqatmasam bo'lmaydi deb chiqatdim men shu oraliqda 1-2 minut ayol bo'lish bor edi menmi xiyolimda bu 1-2 minutda meni cho'qim chaqirdi deb o'ylamayman-da chunki aerodromda biz 2 soat saqlab uyg'unib ketgan bo'lgan ekan dal shu vaqtda bu 5 qatim yo 50 qatim chaqirish vaqasi yuz berib bo'lgan gap men chiqqandan keyin men butunlay shular qo'ydimda yo qat'iy chaqirdim nima uchun men bir saq odam tursam nima uchun chaqirganini men anglamayman deb turib oldim-da taptani qilmadinglarmi taptani qilgimiz keldi çünkü bizim odam bo'lgandan keyin bu men o'yladim endi albatta u yerda hammamiz bir-birimizga hamroh bo'lib nihoyatim ko'ngillik o'ynadik bu nihoyatim ko'ngillik o'ynadik-yu hamda aerodrom kelganda charchab ketganimizni his qildik-da hamda u yerda azroq ko'zimni yumolay dedi buniki nihoyat to'g'ri chunki bu bizga hammamizga ega bo'lib mas'ul bo'lib u yerda yurgandan nihoyat japotatli charchaydigan aniq uningki uxlab qolganini men nihoyat to'g'ri tushunaman lekin shu ish yuz bergandan keyin men ishimda o'yladim men bordim bu rost men ish qolgan bo'lib turgandan keyin nima ish qilsa ko'zingiz yumbolsiz u yerda digim kelib ketdi-yu lekin haqiqiy amniyatda bu yerda dikkat qilmay qolgan odam o'zim undan boshqa o'yladim balkim shu ishlarni mushta o'rlashtirib qilishidimi bir yaxshilik bordi yo bugun yana bir kun o'ynab olamiz agar bir chiqmay qolsa deganimni o'yladim ichimda bir yerlarimda kulgim qistab qoldi endi shu bolalar bilan hamroh bo'lib nurg'un bir muhim ishlarimizni unutib qoladigan bir ishlar bo'ldi ekan masalan dal shu kunga o'xshash endi aeroplan stansiyasida aeroplanni saqlab o'tirish intayin bir zil muhim ish turib endi shu bolalar bilan o'ynab ketib shu bularning naqshisini anglayman deb kendin kirib ketib shuni o'tkazib qoldim-da balkim yo bu bir xatolikdir yo bu bir suyumlik ishdir to'g'ri menimcha bak suyumlik ishga deb o'yladim endi ishqilib bir o'ylasak ochiqni kendi kulib ketamiz hammamizchu undan keyin aeroplan chiqqandan keyin hammamiz o'zimiz tutib olgandan keyin bolalar bilan shuna paranglashdik chunki endi bolalarimiz to'g'ri tushunish kerak-da bu ishni balkim shunda bo'lib qilishida bir qiziqarli bir yaxshi ishlar bo'lishi mumkin yo bizni sal orom yilinglar deb shuna o'rlashtirib qilish bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deganimni o'yladik buningda hammamizning savalligimiz bor agarda men anglamay qolgan bo'lsam yoki dadangiz yoki sizlarni anglashinglar kerak har birimizning mas'uliyati bor buningdagi ishlar kelgan vaqtida sal sagak turayli deb bir tajribalarni xulosagan bo'ldi to'g'ri shuning bilan buniki diqqat qilgan bo'ldi shu ish tugab ketdi shuninglar bek yaxshi o'tdi men bu ishni bek sevimli ish bo'pti deb o'yladim chunki mayli biletni keyin qayt olayli hamma narsani shu vaqtning
qaytırıp kəlgil bulducu əmdi. Lekin şu vaqtki şu güzel əslimini, şu həmra buluşunu nurgun vaqtlar biz qaytırıp kelənməydikkənmiz. Bizmi atanı bu atımız, nurgun vaqtlar ciddiçilikdə ballarımız bir nəsi qarab baxına, məni qandaraq sızıbdı, mən manaqsı etib bəy degan vaqtlarda ras haqiqiy bütün işimizni qo'yib turib, bütün zehnimiz bilan, yuragimiz bilan uning qarab turib muomala qila oladiganlarimiz bak ozchu. Ha, voy bak yaxshi bo'pti. Voy men nim qilmay siz yevagan deb solamiz ba'zida. To'g'ri. Chunki bizningki hamda yana nurg'un ishlarimiz bor deydigan bir bahonalarimiz bor-da, chiroyli. Shunga men amaliyotda bu jarayondan o'zilishni bak bir go'zal narsagan deb o'yladim. Odam shunday bütün dunyosini unutib, anunki bolalar nazar sola olganda, bütün yurki bilan ularning yurkidagi gapni anglay olgan vaqtda andan bugünkidek güzel bir əslimələr meydan kildi deb o'ylayman. Shunaqmi alim? Biz bu hikoya haqiqatan bir unutulg'isiz hikoya bo'libdi. Unutulg'isiz bo'lgan yorqin yeri nima desangiz, eng oxirida toptani yo'q-ku bu yerda. Agar o'shada xonim o'zini tutib olmagan bo'lsa, sizmi hey deb bir o'zingizni tutib olmagan bo'lsangiz, o'shada bolalarning oldida siz mundaqroq qilsangiz bo'lmamdi yoki men mundaqroq qilaversam bo'pti deb Cöresini ayıplaş yoki özünü ayıplaş. İşqib ayıplaş qilmishi bo'lgan vaqtda 7 kundan yoki o'ynagan xo'shalliqqa nur qo'yib qoladi-ku. Oldidagi xo'shalliqning hammasini yutadi. U chaqda biz safarga chiqishdan burun qilgan nishonlarimizdan ezib ketgan bo'lamiz. Ham nurg'unlagan vaqtlarda shunday bo'ldi. Masalan 6-oyning birida ata-onalar suyumlik bolalarni shu bog'chalarga olib kinoxonalarga olib ham odam bakchiq. Haqiqatan adamcıq, əndən oyunçuqlarga, oyunlarını oynaydıqanğa ücret saxlaydıqan iş çıxıldı. Bu ücret saxlaş jarayoni ata-onalarning savr taqatini sınaydigan bir jarayon bo'lib qoldi. Aşı vaqtda mən bilet algan keyin sen balının qolunu çiң tutsan olmamdı deb aşağıda bir taptani bo'lib ketib, özünü tutamay qalsa, shu kunki balalarning xo'shalligimi amaliyotda yo'qolib ketadi. Shunlashqa bu hikoyaning go'zal yeri nima desa, hammaylar bu ishni biz bir aile kişileri keltirib chiqadik. Unda bo'lsa har qanday oqibatga biz o'zimiz qabul qilamiz, uningkin tajriba xulosasi yakunlaymiz degan narsa bek go'zal bo'ldi. Endi biz hamimiz bilamiz, mayli Malik Bekturninki o'yinlarida bo'lsin, yoki bo'lmasa oilaning o'yinlarida bo'lsin, yoki bo'lmasa boshqa tashviqot xizmatlarida bo'lsin, endi bu boy deganga o'xshash shaxsiy oilaviy hayotning boshqa vaqtlarda xizmat munosabatidami bu bashi billalada zadim ayrilib qolmaydi. Endi mushunda vaqtlarda bolalar bek talab qilibdi da bizmi chiqayli deb yoki xonimingizmi men hamda xoningiz bo'lgan ekan billa chiqay deb turib chiqamdi yoki bu mush issiq apandim o'zining o'ylig'ini bormi? Mushni olib boqayli. Men hozirroq bilmayman buni. Endi shundaqmi ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashqim keldi. To'g'ri, endi mas'ul bek yaxshi so'raldi chunki men bir oilani oldi bilan muhim bir o'ringa qo'yman. Har qanday vaqtda, mayli endi xizmatim bo'lsin va yoki bo'lmasa odatdagi boshqa kasbiy jihatlardagi natijalar bo'lsin, mushlarni qo'lga keltirishimda oilam eng muhim o'rinda deb turib, shuningdek oiladagi mayli cho'ng, kichik ishlar bo'lsin, oldi bilan men muhim o'ringa qo'yib turib, kun tartibi turg'izib va yoki bo'lmasa, shu shaklda biz beshimiz qatordan tushib qolmay faoliyat qilamiz. Ham buningda qanday turib mening bolalarim dada bizmi chiqayli deb men ketmaydi. Rostga qilsam bugungi faoliyatimizda bolalarimniki ko'rdinglar qizg'in kayfiyatini. Men bular mushundaq akilman deb akeldim-da, lekin bular qanday turib bizmi televiziyaga chiqayli, dada televizorga chiqayli, biz cho'lpon bo'lay, unda demak bular o'zini hozir cho'lponlar deb qaraydi bular. Dada siz cho'lpon bo'lganki biz cho'lponlar deb o'ylaydi-da bular. Balam cho'lpon bo'lmoq unda oson emas deb qo'ymay bularni. Lekin bir haqiqatan bular mening keynimdan yugurib sahnaga chiqmaydi. Men mush oilamga mas'ul bo'lgan asosda Malik Bekturning buguni mush oiladan ayrilgan emas deb turib, bularni men har qanday faoliyatimga, har qanday sirtdagi sayohatimga nega borayli billa apmangishni men nayt huzur deb bilaman-chu. Hamda nurg'ulg'anlar baka mayli utuq qozongan er bo'lsin, ayol bo'lsin, ularniki qarshi jo'risini va yoki bo'lmasa ularning oilasini shunda bilgimiz keladi, yo'li kim ekanligini bilamaymiz-chu. Lekin men oilamda mening bolalarim, mening a'zolarim shu deb turib ko'z tishni bek orzu qilib ketmasligim mumkin yoki endi buni men bir huzur his qilishim mumkin deb o'ylayman. Yaxshi ko'rman. O'xshash kiyinimiz, kiyim-kechaklarimiz o'xshash, mushlarning kiyim-kechaklaridan tortib, takmush faoliyatga o'rinlashtirish hamma ishlarni asosan biz cho'nglar ikkimiz bilan maslahat qilamiz. Asosan endi men tashkillayman desam bo'ldi. Buningda men faqat huzur surdi ekanman-chu. Nurg'un shirkatlarmi bo'lgan bizni ayrim-ayrimdan-chu meni obraz vakillik taklif qilgan ishlar bo'ldi-ku. Lekin men ayrim taklif qilsa qat'iy chiqib baxmadim hozirgacha. Yolg'iz obraz vakil bo'lgan yo'q.
Lekin biz oilaviy obraz bo'lgan 5 shirkatning mas'uliyatlari bor. Demak, men har qanday vaqtda oilam bilan birga chiqishni, oilam bilan obraz bo'lishni, oilam orqali birga natija yaratishni bek yaxshi ko'raman, huzur his qilman. Shunlashqa men bugun bu 5 sining hammani akilib oldim-da. Men ayrimni ziyorat qilsam. Bilamanchi, chunki biz qetib qarashib turadigan bo'lgandan keyin bu yerni bilmayman. Bek yaxshi ko'raman, qarab bolalarimni, ayolimni birga chiqishni deb men deb bergan. Men bu yerni bilaman, lekin bu bek go'zal bir tuyg'u uchun men buni teximchi qadamlar bilishga deb o'ylayman. Chunki jamiyatimizda mayli natija qozongan bo'lsin, qozonmagan bo'lsin, hamda ko'pincha erlarda o'zini ayrim bir oiladan sirt bir a'zodek o'ylab oladigan, faqat uyga kirgandilar. O'sha oilaning bir a'zosi, uydan chiqqan, xizmat qilayotgan, sirtqi vaqtlarda o'zini bir ayrim yakkitandek o'ylab oladigan, hattoki ba'zilari o'zining tek oilam yo'q deb turib ifoda qiladigan nurg'un misollar bor. Shunga men buni chuqur ikrar qilib teximchi qadam ko'rish kerak, bilish kerak. Amaliyotda oilasining haqiqiy huzurini surishmi, texmi go'zal. Natijalardan bir aylik ishlari bahramon bo'lishda ham go'zal degan narsani bildirgim keldi. Shu atayin so'rdim baya. Shu men his qildim, masalan, bir yig'iz gapida mening muvaffaqiyatim oilam bo'lganligi uchun men bo'lgan deb. Yana bir narsani his qildim degan chaqda kiyinishidan bo'lsin yoki mush faoliyatlarga oilaviy birga chiqishda bo'lsin, mush ideyasiga cho'nqur nima singib ketganligini his qildim degan chaqda men ayrim bir odam emas, biz bir butun gavda. Ma oila bütün bir gavda. Unda bo'lsa, meni ko'rsangiz, gavdaning mundaq yerimini ko'rib qolgan bo'lsangiz, agar meni ko'rmoqchi bo'lsangiz, oilam bilan qo'shib tan ko'ring deydigan ma'qul tavallik tuyg'usining noyat kuchliligini his qildim. Bo'lib mush kiyimni mashina. Masalan, bu kiyim haqida Chinzu Fujuang deb qo'ymiz-ku, ata-onaning o'xshash kiyimlari, yurishlashgan kiyimlar haqida, masalan, qanday tajriba ishlangan chaqda, buni avtor o'zining kitobida yozganchu. Bir oilada bo'lgan bola özün dadısını nayta aciz çağlaydı ekanchu, chunki u programmerga dadisi. Program yazadiganlar tan harakatlerde taza başqa do'stlarning dadisida kuchlik, top o'ynaydigan mahal emas. Kompyuterni oldida o'tirib, shu tema yozadigan, programni yozadigan ekan. Shuning bilan bu dadam bizdan nimishqa bundoq kuchlik emas, dadam kuchlik bo'lmagan ekan, men bu badan jihatdan kuchlik emas o'xshayman deb o'ylab qoldi ekan. Lekin buni dadisi his qilgan ekan, unda bo'lsa bir odam kuchlik bo'lsa kuchlik bo'lmaydi, butun bir oila kuchlik bo'lsa kuchlik bo'ladi degan narsani bildirman deb oldi bilan qilgan ishi nima desa, shu oq maykini ilib, o'xshash uyning ismini yozib başlığa o mışı yigit uyda biz degan bir komanda degan xatni yozibdi-da, shu kiyimni bolalarga kiygizib, ayollarga kiygizib, bular degan shu talla bozorga birga narsa to'g'ri beribdi, bog'chilarga beribdi, xizmatlarga mashina qilibdi, maktabga mashina qilgan yaxshi yeri buni kiyib chiqsa hammasining bular qaytirgan kasi kiyimlar nima degan chiroyli. Sizlar ras bir oylik ishlarmi? Voy sizlar butun sen emas. Sizlar degankin andin mabaliz qilib, men yolg'iz ojiz bo'lsam ishdan bo'lmaydi ekan, lekin bir oylik bir yakkasak, kuchlik bo'lsak, texnik yaxshi bo'ldi ekan degan narsani his qilgandan keyin, bundan keyin yana nurg'unlagan ta'sirli hikoyalar bor. Lekin men birinchi qadamda mush kiyim orqali mush bola his qilgan ekan, andin bu bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi, dadisi bo'lgan hurmati ham e'tirof qilishi kundan kunga ishib, bu balni iz qo'g'lab tekshirgan chaqda, shu o'tir maktab chiqqandan naytdi, yaramli bir maktab komandasidagi bir balaga aylangan. Endi men bu hikoyani nima demoqchi degan chaqda, biz bayramlar bo'lsa, balalar bilan o'xshash kiyim kiyishni yaxshi ko'ramiz. Buni faqat go'zallik uchunla deb qarab olsak, bu kiyimning rolini pek ojizlashtirayotgan bo'lamiz. Amaliyotda shu balangizga biz bir gavda degan inkasni ideyasiga singdirdi. Shunga pek suyundim men kiyimlardan. Xo'sh bo'ldik. Bizning ko'nglimizga yurkimizdek gapni topgandek o'yladik. Endi biz hozirgacha mayli boya Dilraba degandek qandaqli bir o'rinlashtirish faoliyatlarga boraylik, hatto oilada bo'laylik va yoki sirtqa mahallaga o'ynaga tushaylik. Biz asosan shu oila yurishlik kiyimlarini kiyamiz. Ham nadin kelgan uncha jiq kiyim deganda biz nadin kelgan uncha jiq kiyim bizga kiyaylik. So'rasizmi so'rab biz endi shu o'zimizning, endi bolalarimizning yaxshi ko'rishiga asosan fason yoki ranglarini shu o'zimizning ideyamiz bo'yicha loyilab turib, biz o'zimizning Bektur markasida, Bektur oilasi markasida shu oila yurish kiyimlarini bozorga solgan 2 yilning oldida. Endi hozir buni davomlashtirib kelyapmiz. Endi biz shu yaxshi ko'ramiz. Biz shuni zodi shu iqtisodiy qimmat yaratishni eng oldingi sabab qilib turib qilmadik bu ishni-ku. Bayam siz degandek biz haqiqatan o'zimiz huzurlandik, o'zimiz suyundik. Mush bayam degan sayohatga chiqqan vaqtidami, shu birovlar degan noyat qizil yeshil ko'ynaklarni tayyorlab bir chamdan xiyollar olmag'imiz-ku ayollar.
Lekin biz o vaqtida birinchi kuni man kiyimiz, bolalar bilan o'xshash kiyimiz, deb deganmish ishkimiz shu, bugun man kiyimiz, ertasi qaysi kiyimiz, man kiyimiz shu plan bilanda, ashiliq sayyoh baga vaqtida mo'yliq yantaga o'xshash kiyimni 5 yurish issiqlikda, bir muncha 6 kunga 6 xil 6 yurishdan, chunki Emniyet işgiri şevşiriş yetidu özümüz ayacanlı kitimiz bir kata şaş giyinip bağımız ıslak aldı tuturup shipping aldı bizim körünüş kaldı bizgen şu bir grupa bağımız qarqağılarda qilib shunchalik suyunib kitimiz şu. Endi mushu siz degandek mushu idealni o'zimizdan ayrılsam tutup qolmay bizning taqatimiz keldi-chu. Shuning uchun mushu markada ayli yurish kiyimlarini mo qilib bozor sog'an hamdi. Ha, biz bundan bek hozirlangan-da, bunga 2-3 yil bo'lib qoldi-ku. Bayatın muborak shunday yaxshi xulosa chiqadi. Eng muhimi bu sevimli o'g'limiz to'xtamay bidirlayapti. Ha, anadan keyin o'xshash kiyimlar bilan kelgandan keyin cho'qim bir alayib tayyorlik bor deyman-da. Bugungi bolalarimizning bayramini tabriklab bir numar ag'ash keldinglarmi ya? Usul o'ynab beramizlar, naqshid beramizlar yoki usul o'ynab beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, uni xo'sh, alqishlarimiz keraklar. Ondan bularning yana bir güzel tarafı var. O bo'lsa-mu, şu Umaq qizimning bir necha yil burun bir naqshi chiqqan shunaqo. Shu naqshiningmi kelib chiqishining bek go'zal hikoyasi bor. Men shu vaqtda naqshininki axborot e'lon qilishiga qatnashgan, men o'zim pastda o'tirib, hikoyasini anglab shunday ta'sirlanib ketgandim. Nima degan go'zal bir hissiyat, shunday kichik turib. Bu chaq texi qancha yashdingiz? 5 yaş. 5 yaş vaqti shundami? Mush jarayondagi hikoyani kim eng yaxshi deb bera oladi? Qanday sabab bilan mush naqsh o'tirib chiqib qolgandi? Maktabimizda qitim tanışıyor qilgan dadam bizni akitdi. Anda aketgan chog'da Zubiyani shunday bolalar shu qog'oz yig'inglar deb oshxonaga kirganim qog'oz yig'inglar deb turibdi. Ondan dadamdan ajab bejarga nima bunday qildi, apa dadasi uni boshqurmamdi deb aytsak, ondan ularning uyining qiyinchiligi bor, unda qilmish bo'ladi deb aytdi. Ondan ukam oshnaqshini aytdi-chu. Aytgan chog'da bu biz MVni oldik. U vaqtda qishdi. Ondan ukam shofu kiyib ichiga ishni kiymay oshyadigan o'zi degan yig'lab boshqalarning ilqib tunmaydigan odamlarning yana berib qog'oz olamiz deb bu o'zi mashtaqqan show qildi qog'oz sotilgan odamning. Ondan bu naqsh chiqib bo'lgandan keyin qog'oz sotilganlar unda chiqib ketdi. Demak, mana mush bir naqshi bilan jamiyatga nurg'unlagan yaxshi ta'sirlarni bergan. Shunaqo, ular mush naqshni aytib, osh qog'ozlarni bizning oldiga olib berib, shu nipiz kiyimlar bilan qishda surat ilib qilg'ichi siz cho'qim nurg'un japolarni tatgan shunaqo, yig'lab ketgan ko'rinishlaringizni men ko'rgandim, mana shu emini ishlagan vaqtda. Demak, keyin sizning naqshingiz tarqalgandan keyin ko'chada shunaqa qog'oz sotgan bolalarning bek chiqamasligini ko'rgan vaqtingizda qanday hissiyatda bo'ldingiz? Nimalarni o'yladingiz? Bek xush bo'ldim. Aptatsiya endi undaq qog'oz sotmaydi, yaxshi boqdi. Shundoq. Undoq bo'lsa, men ozroq chapata tutmush naqshni mushta ishlasam-mu, lekin arziydi deb o'yladingiz, shunaqmi? Aytasiz. Undoq bo'lsa, mush Iltimor qizimning shu qog'oz sotqichi qiz degan naqsining imtiyozini birga ko'rib baqandiq bo'lar. Shundoq qilaylik. Marhamat. Dünyadaki barlıq dadılar qızlarını yaxşı görəmdi. Dünyadaki barlıq dadılar qızlarını, balalarını bək yaxşı görür. Unda bolsa qog'oz sotqichi qizning dadasi-chu. Qog'oz sotqichi qizning dadasi yaxshi ko'rdi qizim.
Unda bo'lsa nimishqa shunchalar soqoqda o'z pul topmay nimishqa qizini chiqarib pul topib qo'ydi. Nimishqa ular bizga o'xshash maktab o'qimaydi. Nimish ular bizga o'xshash o'ynamaydi. Nimishqa bizga berilgan omonatdir. Biz ular haqida javobgar bo'lishimiz kerak. Balalarni balalikqa qong'ili, sabiylikka qong'il qo'yaylik. Balalar pul tepishimizdan vositasi bo'lib qolsin. O'zimiz qurgan oila va shu oiladagi farzandlarning sog'lom o'sib yetilishiga nikohdan burunla ediyimizda mas'uliyat va majburiyat tayyorlik bo'lishi kerak. Balalarning sutdek oppoq qalbiga bilim nurlari singsinki, pul tepish yana tajovuz qilinsin. Ota-ona bo'lganmiz farzandlarimizga, jamiyatimizga, millatimizning kelgusiga mas'ul bo'laydi. Ular yo'l qog'oz setib, oyoq maylab topgan kichikina pullar oila qiyinchiligimizda vaqtli qutqizib qolgandek bilinsimi, mo'ritida uning bir umrlik insoniylik pistigisiga, g'ururiga va kishilik hayot qarishiga ko'rsatgan salbiy ta'sirini pul bilan qaytarib akagil bo'lmaydi. O'tindig'imiz, bolalarimiz balalikqa qansin, balalikqa qansin. Yürümek pullar
bolalarımga Müş mektepten qaytqan vaqtida hər qətimimdə apısı bilan biz maşina haydab berib bulan apmaman şu. Mənğa vaqtimda şu yol yapsıb baytın degəndək aş balalar qışni günü şunda cıxmalım. Aş yol boyida əmdə ilk aşqanlar kirib satdımı deyli, o əmdə bizə rahatlıqni qovlaşqan boldu deyli. Ay yol yapsıdık balalar mındaq bir günüsü ketibasaq rastlamaş Rişatqaның orsiqili kirib apdı ilk bala. Muşundaq turub tonlap ketibdi də bizdən maşın şu yerdə toxtadı. Dəl şu vaqtda iltimar görüb qaldı. Oy dadım ma bala qishning kuni nima qiyaqqa sotadi deb turib oldi-da bu. Shuning balam balki azroq qiyinchilik bor deb qo'yib o'tib ketdim-yu, lekin biz o'ylab boqaylik. Bu qiyinchilik mayli oilaning qanday yuki bo'lsin, buni bola o'tab bo'lishga yesh to'shmaydi-da u vaqtda. Bola degan u vaqtda bolaligi qinish kerak, o'ynash kerak yoki o'qish kerak. U vaqtda ota-ona shu bolaga cho'qim mas'ul bo'lish kerak-ku. Bu vaqtda shu mas'uliyatdan qochgan bir uchun ota-onalar ko'z oldimga kelib qoldi. Bolada hech qanday gunoh yo'q, bolada hech qanday xatolik yo'q. Bola degan u vaqtda hamda balkim ota-onaning tavsiyasi bo'yicha shu ishni qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin shu bolaning kichikini qog'oz sotgan yoki maylamchilik qilib topgan puli bir butun oilaning iqtisodiy kirimini hargiz qamdab bo'lmaydi. Yoki uning ozroq daldim bo'lmaydi. Chunki u qog'oziga necha qo'y mo'ning ishi shundaqku. U kundi biz apli bersak u tijoratim yaxshi o'xshaydi deb u setaverdi. Biz bir kun olmagan bo'lsak yoki biz uning ozroq bir yaxshi tarbiyalan qilgan bo'lsak, meningcha bu bolalarimiz hammasi shu yo'ldan qaytib bular bo'g'itdi deb shuni o'ylablam to'pto'r mush to'g'riliq biz chiqayli sahnaga chiqayli deb shuning bilan qog'oz sotquchi qiznikini Saada Satar xonim tekstini yozdi, Bahardan Tursun muzikasini ishladi, uning ideyalarini hamda men debadimda cho'qim buni biz nihoyatda ta'sirli qilib yurak tekkidak holatda chiqarayli buni deb. Shu vaqt baytan qizim deganda qishning kuni edi. Ma qizim dal biz suratga oldigan kunimiz og'rib qoldi. Shuning bilan hamda uni kechiktiraylik desak buni vaqtda chiqolmasak tek bo'lmaydi. Shuning bilan Aşo maktab formasını keydi, içi yilen. Her bir görünüşünü biz bir qatimda yapmandık çünkü soğuk bo'lgandan keyin qayta alsak ma balla baq qiynalib ketadi ekandik. Lekin shu ko'rinishlar shundoq chiroyli chiqmaydi bolam hammasi shu bir qatimda chiqqan ko'rinishlar eng oxiri bu o'zi yig'lab ketib chidamay, qog'ozni bir otgan ko'rinish bor. Yo'q aytayotgan anam keyin yugurayotgan. Demak şu ko'rinishlarimizdan mayli mazmun jihati bo'lsin, suratning ishlanish jihati bo'lsin, anandan keyin biz ota-onalarniki zot mas'uliyatimiz nada? Biz nima demoqchi, bolalarimizni biz qanday tarbiyalashimiz kerak yoki qanday yetaklash kerak to'g'riliq men bir o'tirib chiqib so'zladim. Demak bu taqalgandan keyin haqiqiy qog'oz sotquchi qizniki iltimorning shu vaqt ekanda ta'siri va yoki bo'lmasa mush naqshining amaliy unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ma'rif o'rinlarimi buni maxsus shu darsga akirib turib mana qog'oz sotayotgan bir uchun bolalarimiz bular cho'qim maktab qo'yini qaytib kirish kerak. Buning uchun biz atrofdagilar yana ularga yordam qilib qog'ozini sotib olish emas, kela biz billa o'qayli deyish orqali majiyatda ularni maktab qo'yini qaytirib akasin qatorliq yaxshi bir ideyalar mang'anti oxir unumi ko'rildi. Bolalarimiz hozir qog'oz sotmayotdi, lekin mush yaqin degan ozroq paydo bo'lib qolyotdi. Buning uchun ham degan ekran oldida ham mush qog'oz sotayotgan bolalarimizga bizim deydigan yurak sözümüz balalarım sizlarning hozirgi vaqtinglar o'qiydigan vaqtinglar yoki balalik qaytadigan vaqtinglar, balalik qonadigan vaqtinglar. Bu vaqtda sizlar tijorat qilib qandaqdir oilaning bir azroq bir yukini yengillataman degan bu orzuda bo'lmay, yaxshi o'qib bersanglar, kelgusida sizlar qog'oz sotmaysizlar, qog'oz zavodi ishlab chiqarib turib, sizlardan qog'oz olib sotadigan bundaq bir iyilikni yarata olasizlar. Shon balalarim tirishinglar deydigan umid. Pek güzel xulasa qildi ya. Hozir mening kallamga nima keldi desa, dal kepinak effekti keldi-chu. Bu qanday degan gap desak, bu kepinak effektini hammamiz bilamiz. Masalan, bir kepinak qanotini qaqqan shu shamolda, shuning sababidan sabablik nurg'ulg'an ishlar halqimi paydo bo'lib, eng oxirida bo'ron quyun chiqish kerak deydigan bir ideyachi endi. Endi buni biz nurg'ulg'an vaqtlarda masalani tushundirgan chog'da qanday tushundiramiz degan chog'da sen kichkina bir yomon ishni qilib qo'ysang, u uningdan cho'ngroq bo'lgan bir yomon ishning sababi bo'lib qolishi mumkin. U yana uningdan yuqoroq bir ishning sababi bo'lib qolishi mumkin. U yo'g'nab kelsa, kelgusida texnik xatarlik bir ish chiqishi mumkin deb. Qog'oz setish kichkina ishqo, darsdan tushib yarim soat setivasi bo'ladi deb sal qarab qalsak, unda bo'lsa mushu kepinak effekti tushasak, unda bo'lsa u kelgusida qanday bir ishni keltirib chiqirdi, buni qiyos qilmoq bektas ham bak xatarlik. Endi buni qizimizning hikoyasiga kirsak, qizimiz naqshyetdi, emevi ishladi, baymi dedi, men naqshini aytib bo'lgandan keyin shu qog'oz sotgan do'stlarningki azayganligini his qildim dedi. Balkim bu u o'zi bayqagan kichikkin yaxshi ish hamdi.
bu yaxshi ish yuqaroq yaxshilikqa sababchi bo'lsa, bu yaxshi ish ya'ni yuqaroq yaxshilikqa sabab bo'lsa, buning keyingi yaxshi ishni biz davomli faraz qilsak bo'ldi. Shuning bolalarga tarbiya qilgan chaqda har qanday kichikgina yaxshi ishni yaratmay qilmasak bo'lmaydi. Har qanday kichik xato ishni sal qarab qilib qo'ysak, texmi bo'lmaydi degan tarbiyani berdiganga bek go'zal hikoya bo'ldi. Rahmat. Bugun shunday ko'ngilli paranglashdik, shunday ahamiyatli paranglar bilan bo'ldik. Malik Bektur, ya'ni Isoq Sulaymon apandimning oilasi, Bektur oilasidan shunday yaxshi tanishdik. Eng muhimi bu jarayonda shunday men bunday bir xulosaga keldim-da, u bo'lsa-mu bir odam butun dunyoni o'zgartirmaydi. Bütün dünyaya belki ta'sir ko'rsatmaydi, lekin hech bo'lmaganda boy degan kepinak effektiga o'xshash atrofimizga odamlarga ta'sir ko'rsatalaymiz, atrofimizga odamlarning o'zgarishiga azroq sabab bo'la olamiz. Balkim biz bir odam atrofimizga bir qancha odamga ta'sir ko'rsatsak, bir qancha odam texnik odamga ta'sir ko'rsatsa, dunyo biz o'ylagandimi go'zal bo'lishi, texnik mehr muhabbat bo'lishi, texnik go'zalliklarga, yaxshiliklarga to'lgan bo'lishi mumkin. Shunaqmi? Onunki muborak ma'lum. Bu bir oylik ishlarda bu umaq ishki qizimizning kichigidan san'atiyati alaydi talanti bor. Yani biz ko'rib baxmagan, biz o'ylab baxmagan bir san'at turda mahorat ko'rsatib shunaqmi? Ko'pincha bolalar o'ynamaydigan Hindiston usul o'ynaydi qarang. Tam so'raydi. Tilakingizmi? Qiynansiz o'ynab beramizlar bugun? Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi, unda xususlar azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Bu bo'lsinmi? Misraq. Misraq qizilari, siz yaxshi ko'rib yeydigan, qabul qilinglar. Undan keyin bizning chumula bolalarningki yush asrash so'g'atlik yurishligi, undan boshqa hammalar birdan yana bo'ljirgan marujin tamlik, mazg'ablik asrash shpasi umatlarga. Undan boshqa bizning chumula eng yangi mahsuloti bo'lgan kalsiy sinik ichimligi. Ular ham igiz bo'lsin, texnik aqlli qilinglar. U chumula degan bolalarning ko'zini ichish to'maydigan choy supun, badam may. Hammas bor. Rahmat. Oshnas bor shu. Aytmaydi. Undan boshqa yana chiroyli xonimga ham umat qizlarimizning sumbul chachlariga al-Xumarningki chash oziqlantirish ko'hri qabul qilinglar. Xalqimiz eng yaxshi ko'rib ishlaydigan. Undan boshqa yana bizningki shunday ahamiyatli bir so'g'itimiz bor. U bo'lsa idrok psixik taraqqiyot markaziningki ta'minlagan birisi chaqmoq tezligida o'rganish usuliningki haqsiz kartisi, yana birisi oilaviy qumtaqda o'yinninki haqsiz kartisi. Buning cho'qim shu bu 5 qumtaqda qumtaqda o'yinni cho'qim bir oylik ishlar birga berib o'ynanglar. Bolalarningki ichki dunyosini ichib, eng muhim muborak ma'lum o'zi yetakchilik qilib sizlarga qildi. Undan boshqa qandaymi shu Malik Bektur Isoq Sulaymon afandim bir oylik to'rigi besim yomon yig'it. Shunga idrokningki yangi mahsuloti bo'lgan besim yangilitish har bir oylik sizga so'qadi. Bek bilibsizlarda tushunibsizlar. Texim baxtli bo'linglar, texim xo'shal qo'ram yashanglar. Undan keyin program guruhimizning bolalarimizningki Valloh bayrami uchun musiqa oldingi barliq bolalarimizning xo'shalligi uchun shunday suyimli nomerlarni epkagiga rahmat aytib tayyorlagan so'qimiz. Bu maliklar Wow. Uzanlardan taqvom bu maliklar. Bek chiroyli ekan, bek chiroyli ekan. Bek cho'nkan. Rahmat sizlarga. Rahmat, xo'sh bo'ldik. Rahmat. Inshaalloh xayrli qo'y. Bugun programmamiz naytli ko'ngilli davomlashdi. Oxirida umaq bolalarimizning ekrandagi barcha do'stlarimizning bolalar bayramini tabriklab, sovg'a qilgan san'at numrining huzuringizga sunamiz. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Bolalarning sog'lom bo'lishi ota-onalarning orzusi. Bektur badan tuzlash jeletkisi farzandlarimizning qaddining tuz bo'lishiga yordam beradi. Her kuni Bektur bilan yaxshi odat yetildiring. Bektur badan tuzlash jeletkisini har kuni 2 soatlik yeysiz. Bektur bilan tuzli nar qomat. Her kuni Bektur bilan Bektur ham Bektur badan tuzlash jeletkisi.
Balalar teşna xuşallık. İşenç, muhabbet, Çümül aileside. Ana muhabbeti en saptı. Çümüle balalar yüş asray soğatlık yürüşlüğü. Çümüle. Hazırkı zamanda kim çiçeği ilim çapıdı? Jigdi yilimi çaşni oziqlandırıp, jalliq qiladi. İlim çaptığımda teşvik çıkmamdı. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik. Ansirman, mana bugun jigdi yilmi va quyruqmay zamonga moslashdi. Jigdi yilmi va quyruqmaydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jalliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yilmi va quyruqmay bilan chashlaringiz qaytadan jallansin. Al-xumar jigdi yilmi quyruqmay chash oziqlash gavhari. Mana balla, abide gazlık soda suyunu muz bilen temizletsiniz. Bek beyzi. Her bir jutunda sizge o'xshamagan tan tuyg'usi ato qiladi. Ammamsa